Ho'p, birinchi savolimiz shundan iboratki, Isomiddin Ibrohim ho'p, akamizdan deb ketaveramiz. Shunaqangi chatdan kelgan ekan. Ho'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Menda bolalarimda o'sha asosan deyapti, aka-ukalar bir-biriga mehr-oqibatli bo'lishligini xohlardim degan savol kelyapti. Bunaqangi savollar judayam ko'pchilikda bor. Ya'ni, shu farzandim, katta farzandim ukasini yoki opasini ko'rishga ko'zi yo'q yoki ya'ni bular kelisholmaydi. Bular o'rtasidagi nizolar bor. Shunaqangi mavzularda keladi. Endi bitta narsa, qadrli ota-onalar, bu narsa qayerdan kelib chiqadi deydigan bo'lsangiz, aksar holatlarda biz farzandlarimizga nima qilamiz deydigan bo'lsangiz, o'sha katta farzandga kichiklarini bir parovoz qilib bog'lab qo'yamizda, ya'ni ulab qo'yamiz. Ya'ni asosiy katta farzand, misol uchun, kichigiga qarashga majbur. Ko'chaga chiqqan paytida uni oyog'ini tagiga qarab yurishga majbur. Maktabda ham biror bir bayram bo'lsa, tadbir bo'lsa, u o'rtoqlari bilan mazza qilib o'ynamaydi, boshqa qilmaydida. Qaysidir ma'noda o'sha kichkina ukasiga yoki kichkina singlisiga o'sha narsaga qarab yurish kerak. Yoki bo'lmasam u o'zi nimanidir olish kerak bo'lsa, yo'q o'sha narsadan bunga qarash kerak. Qaysidir ma'noda unda hali jigarchilik, boshqa degan tuyg'ular yo'q-da, uni maksimal darajada uni yaxshi yashashiga xalaqit beruvchi shaxs sifatida qarab qoladi. Shuning uchun ular bir-birini yomon ko'rib qoladi. E'tibor bering-da, ko'chadagilarga mehrli, boshqalarga mehrli, lekin aynan u singlisiga yoki bo'lmasam ukasiga shunaqa bo'lib qolgan, yoki bo'lmasam akasiga. Nimaga deydigan bo'lsangiz, u ana u shu yonida turgan figura, ya'ni u aytdim-ku, maqom aka bo'lishligi mumkin. Hali ularda unaqangi bir intuitsiya, empatiya degan bir holatlar shakllanmaganda. O'shaning uchun qaysidir ma'noda bu menga yana faoliyatimga xalaqit beryapti degan signal bor. Albatta, ko'chada misol uchun u mazza qilib o'ynash o'rniga buni oyog'iga qarab o'tiribdi-da. Bunga qarash kerak. Shuning uchun u o'shaning uchun yomon ko'radi. Ana o'shaning uchun munosabatlar buziladi. Shuning uchun hech qachon sizga umumiy tavsiya shuki, farzandlaringizni bir-biriga parovoz qilib bog'lamang. Sen bir xillarni ko'rib qolamizda. Sen katta bo'lsang, men o'lsam ota o'rnida otasan, ona o'rnida onasan. Sen bularga qarashing kerak, sen bularga mana bunaqa qilishing kerak. Biling, aytdim-ku, o'sha paytda o'zi siz qaysidir ma'noda men bunga to'g'ri ustunovka qo'yyapman deysiz, vaholanki o'sha yerda xato ustunovka qo'yib ketyapsiz-da. O'sha yerda уже xato ustunovka ketyapti. Bu yo'q, aytdim-ku, u hali unda unaqangi ona o'rnida onalik his-tuyg'usi yo'q-da, yoki otalik hali his-tuyg'usi yo'q. Ota bo'lmasdan ota nimasini tushunmaysan deydi-yu ana. Otangni tushunmaysan, ona bo'lmasdan turib onangni tushunmaysan deganlaridek, hali ularda unaqangi tushunchalar yo'q, hurmatli ota-ona. Shuning uchun mana shu narsada juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Farzandlarimizni bir-birini yomon ko'rib qolishligiga nima sababli degan bo'lsangiz, aytdim-ku, ya'ni uni yashashiga qaysidir ma'noda u figura xalaqit berib qoladi. Mana xalaqit berayotganda o'zimiz ko'rsatib qo'yamiz. Yaxshi demoqchimiz, ana mana shunaqa qilib o'rgatamiz deymiz, yo'q. Qaysidir ma'noda ba'zi birlarni ko'rasiz, opa-singil shu aka-ukasini yomonlab o'tiradi. Xotinga qarab ketdi, bizga nima qildi, onamga mana bunaqa qilibdi, mana bunaqa qilibdi. Bola qaysidir ma'noda ko'radi-da narsani, ya'ni jigarlarni bir-biriga bo'lgan munosabatidan ham bular andoza oladi. Aynan men bu tomoni ham bor. Yo'nalishlar faqat bir tomonlama emasda, bu tomonlari ham bor. Yoki bo'lmasam siz turmush o'rtog'ingizni akasini, ukasini, opasini, singlisini turmush o'rtog'ingizga qaysidir ma'noda yomonlab ko'rsatayotgan paytingizda, yoki bo'lmasam shu erlar xotiniga opang mana bunaqa, singling mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa qilib ko'rsatayotgan paytida, ayni bu narsa ham bularga ta'sir qiladi. Ya'ni, bu sizni qaysidir ma'noda aka-ukalaringizga, opa-singlingizga munosabatlaridan ham bolalar andoza oladi. Bular ham xuddi mana shundan andoza olib, keyin shunaqangi munosabatlar kelib chiqadi. Aksar holatlarda farzandim ko'chadagilarga nisbatan muomalasi yaxshi, lekin uyga kelgan paytida mana bunaqa deyiladi-da. O'zimizga bitta savol beraylik-da, o'zimizda ham xuddi shunaqa xususiyat bor. Ko'chaga chiqib qolgan paytimizda, boshqa qilgan paytimizda juda muomalani qilib qo'yamiz. Ishxonada juda eng shirin so'z, eng shirin suxan odammiz, lekin uyga kelganda eng zahar bizmizda. Ba'zi bir erkaklar bo'lsin, ba'zi bir ayollar bo'lsa, misol uchun gayiga tushib qolsa, gayini ota devoradi. Eng zo'r shirin so'zlarini o'shanga ishlatadi. Vaholanki xatoni qildi. Nima qilasiz? Bo'ldi, tan olaylik. O'sha narsani hamma o'sha shirin so'zingizni farzandingizga, eringizga, xotiningizga ishlatadigan bo'lsa, boshingizdan suv aylantirib ichaveradi. Bu narsalar ham o'zidan kelib chiqmaydi. Xo'p,
Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum. Ko'pchilikda dardi shekilli, manimcha hozir. Mas'uliyatsizlik borasida, o'zi xohlab bir ishni qilishi, bilmadim, hozirgi yoshlarning ko'pida, degan narsa bor. O'zi mas'uliyat degan narsa o'zi qanday shakllanadi? Mas'uliyat qachon shakllanadi o'zi? Mas'uliyatni o'zi, oladigan bir payti bormi deydigan bo'lsangiz, ha, mas'uliyat, qadrli ota-ona, u bitta narsaki, uni inson bola sizni oldingizda mas'uliyatsizlik qilyaptimi? Ya'ni mas'uliyatsizlik ana qachondan qilyapti mas'uliyatsizlikni? O'zi siz bolaga mas'uliyatni qachondan berib boshlashingiz kerak edi degan savol qo'yamiz. Mana shu joyda. Farzandingiz misol uchun 16-17 yoshmi, mas'uliyatsizmi? Demak, siz o'rnida unga siz o'sha narsa mas'uliyat qo'ymagansiz. Ya'ni men uzoqroqdan naprimер keltiraman. Xo'p, toy tug'ilgan paytida, misol uchun ot tug'ilgan payti ot bo'lmaydida. Birinchi u o'sha, toy bo'ladi, g'onam bo'ladi, do'nam bo'ladi deydi-yu, mana shunaqa qilib ketadi. Toy ot tug'ilgan paytida to'liq u 1,5-2 yoshga yetgan paytida, 2 yoshligida to'lib uni mingi qilishadi. Mingi degani o'shani sekin-sekin osov bo'ladi, o'sha narsani minib sekin o'rgatadi. O'sha mingi qilayotgan paytida 2,5-3 yoshida o'sha toyni ustiga mana bu xurjun degan narsalarni tashab qo'yadi. U o'sha paytda rosa sakraydi, tepadi, boshqa qiladi, yirtib tashlaydi, yana tashab qo'yaveradi. O'sha katta lattani yelkasiga tashab qo'yaveradi. O'shandan hurkib, tepib, hurkib, tepib, oxiri o'rganadi. Va keyin u katta bo'lgan paytida ham uni ustiga endi siz xurjun tashlaysizmi, boshqa qilasizmi, endi u hurkmaydi. U xohlagan paytingizda ham u misol uchun, shunaqangi bir narsa, bir shatir-shutur qilsa ham sizni to'satdan hurkitib yiqitib ketib qolmaydi, yiqitmaydi. Aynan mana shu narsani o'sha paytda. Endi agar bu narsani otni 5 yoshida, уже 6 yoshida siz bu narsani qilaman desangiz, u umrbod endi o'sha xurjunni yelkasiga tashlattirmaydi. Umrbod u o'rganmaydi unaqa otlar. Bu ot deydi, belangi bo'lib qopti deydi. Belangi bo'lib qopti degani aynan o'sha narsani u yelkasiga tushirmaydiganlar shunaqa bo'ladi. U sal narsaga ham hurkib ketib, ustidagi odamni tushirib tashlayveradi. Sal narsaga ham ana yelkasiga tushgan narsadan, u sakrab ketib, yiqitib ketaveradi. Keyin o'sha kech bo'ldi, uni foydasi yo'q. O'lganligicha u ot shunaqa qilib o'tadi. Endi u xuddi men sizga nima uchun bu tomondan kelyapman? Mas'uliyat ham xuddi shunaqangi narsa. Ya'ni bolani mas'uliyatni beradigan yoshi bor. Aynan siz bolaga sekin-sekin mas'uliyat deyilganligida siz aynan bunday tushunmanga endi, mana bunaqa, mana bunaqa mелочь narsalarda ham, kichkina narsalarda ham bu mas'uliyat bo'ladi qaysidir ma'noda. Bolaga 3 yoshidan siz mas'uliyatni berib boshlashingiz kerak. 3 yoshidan, endi bolani umumiy, psixologik holatidan kelib chiqib bu mas'uliyatni berasiz. Ba'zi bir bolalar 3 yoshda ko'tarmaydi. Ba'zi bir bolalar 2 yoshdan уже ko'tarib boshlaydi. Ba'zi birlar 4 yoshdan ko'taradi. Va endi siz bolani holatini to'g'ri baholay oladigan qaysidir ma'noda darajada bo'lishingiz kerak. Va siz shu 3 yoshidan sekin-sekin mas'uliyatni yuklab, sekin-sekin ko'tarib borasiz. Va bu keyingi safar uni mas'uliyat olishligida hech qanaqangi monelik qilmaydi keyin u. Ya'ni, tepmaydi ham, sakramaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Demak, bizni bolalarimiz hozirgi paytda mas'uliyatsiz deyapmizmi? Mas'uliyatsizlikni necha yoshda qilyapti? Va biz necha yoshda mas'uliyatni berib boshlaganmiz? Bitta bolangizni misol uchunda, 6-7 yoshida hatto borib ikkita non olib kelishiga qo'yganmisiz? Mustaqil non olib kelishga qo'yganmisiz? Non olib kelgan taqdirda ham uni misol uchun tagi kuyganmi, boshqa qilganmi, va ba'zi misol uchun birinchi nonini tagi kuyib ketgan, olib keladi, yaxshi pishmagan, olib keladi, u yoq qiladi, bu yoq qiladi. Sekin-sekin bu narsalar shakllanadi. Aytdim-ku, bu mелочь narsalarda bo'ladi. Yoki bo'lmasam u nimanidir misol uchun, o'zi bitta narsa, bola mas'uliyatga maksimal darajada tirishadigan payti bo'ladi. Ana o'sha payt qachon desangiz, ovqatni o'zim yeyman deb intiladi-yu, o'sha narsaga mas'uliyatga intilishi bo'ladi bolani. Ovqatni o'zim, bizda nima qiladi? Gilamga to'kib qo'yasan, hamma tomonni rasvo qilasan. To'xta, o'zim beraman. Mana uga yedir, qara, ukangga qara. Yo'q, yiqilib qoladi. Bo'ldi, yiqiladi, turadi, ovqatni to'kadi, chochadi, oxiri yana yeydi. Mana shu narsa bilan o'rganadi u. Mana shu narsa. Svitni o'zim o'chiraman deydi. Yo'q, unaqa borib o'chirib keladi. Charchasa ham borib o'zi o'chirib kelsin. Va men bo'ladi-yu, posуда yuvaman deydi, yuvsin. O'zi o'sha paytda mas'uliyatga maksimal intiladi. O'sha paytda qo'y, to'xta, sindirasan, kuydirasan, yondirasan, to'kasan, chochasan, buzasan bilan bo'ldi endi. Endi nimani kutmoqchimiz? Endi nima deysan bolaga? Endi nima demoqchisiz bolaga? Bo'ldi, u olmaydi. Xuddi boyagi men sizga
ot misolida tushuntirdim bu narsani. Olmaydi, bo'ldi, u dakasi o'tib ketadi shu narsa bilan. Bu asl muammosi, boshqa muammosi ham bu muammoni o'zimiz keltirib chiqaryapmiz. O'zimiz qo'ldan olyapmiz. Bo'ldi, qo'ldan tortib olaverib, bitta ishni, ketma-ket 3 kun bitta odam qiladigan bo'lsa, bilingki o'sha mas'uliyatdan odam voz kechadi. Misol uchun, hurmatli onalar hozir ko'proq eshityapti deb o'ylayman. Onalar mana 3 kun posudangizni yo turmush o'rtog'ingiz yoki o'g'lingiz yoki qizingiz kimdir yuvsin-da, o'sha 4-kungizni yuvmay bemalol o'tirasiz. Ha desa shu 3 ta kimdir yuvadi deb qo'yasiz-da. Ya'ni qanaqadir bir ish doimiy sizni mas'uliyatingizdagi ishni 3 kun kimdir qiladigan bo'lsa, o'sha 4-kunni sizga u g'alati tuyishni boshlaydi-da. Bolada ham xuddi shunaqa. Bo'ldi, akang qiladi, bo'ldi, ukang qiladi, bu kichkinasi, mana singling qiladi, opang qiladi, u yoq bu yoq qiladi deb o'zimiz bu narsani qo'lidan yulib olyapmiz. Shuning uchun, hurmatli ota-onalar, mas'uliyat borasida menimcha hammada yetarli tushunchani hosil qila oldik deb o'ylayman. Xo'p, Muhammadjon, bizni ovozimiz yaxshimi? Ovoz yaxshi kelyaptimi? Xo'p, hammada menimcha tushunarli bo'ladi deb o'ylayapman. Hozir savollarimiz birozgina ko'proq ekan, o'shaning uchun javob berib o'tishga harakat qilaman. Men farzandlarimni qanday ilmga qiziqtirish, ilmni o'rgatmoqchiman. Oldindan rahmat, debdi. Valiyev Voqifjon. Alhamdulillah, masalan, Muhammad Ali aka bor ekan bu yerda, Ne'matullo akani savoliga hozir javob berib o'tibmiz. Erkaklarimizdan shunday savollar kelayotganligi meni quvontiryapti. Qaysidir ma'noda qoldirgan nasliga bee'tibor bo'lmagan erkaklarimizni mana shu yerda borligi, bizni kursimizda o'zini ko'rinishini berayotganligi, bu tahsinga sazovor. Tahsinga sazovor. Mingdan ming mana shu akalarga rahmat. Qolganlarga mana shu narsani yetkazishligini va qolganlarga mana shu narsa bir yo'qishligini tarafdor edim. Xo'p, farzandimni ilmga qiziqtirish deyilganligida, endi bitta narsa, ilmga qiziqtirishingiz uchun ilmni ketma-ketligini bilib oling. Ilm 3 turli bo'ladi. Ilmi saqofiy bo'ladi, ilmi hol bo'ladi, ilmi qol bo'ladi. Ilmi saqofiy bolalarimizda aksar holatlarda bu, ilmi saqofiy nima desangiz, har bir insonni nasibasi bor bo'lgan ilmlar. Ya'ni sizga men hozir matematika nimani o'rgatadi desam, siz karra jadvalini bilmasligingiz mumkin, lekin shu qo'shish, ayirish shunaqa narsani o'rgatadi degan sizda tushuncha bor. Yoki men sizga hozir ximiya nimani o'rgatadi desam, siz bunday o'sha ovqat yeyishni to'g'ri o'rgatsa kerak desangiz, demak sizda saqofiy yo'q. Ximiya shu nima deydi, turli xil o'sha ximik aralashmalarda o'sha tabiatdagi bo'ladigan o'sha ximik hodisalarni menga o'rgatsa kerak. Ha, siz Mendeleyev jadvalini M harfini bilmasligingiz mumkin, lekin nimaligini bilasiz. O'sha kimlardir oq xalat kiyib olib, qanaqadir ranglarni bir-biriga aralashtirib, shu allambalo narsalar qilib yotadi. Menimcha shu ximiklarda shular deysiz. Yoki fiziklar desam. Aynan ilmi saqofiy qayerda o'rgatiladi desangiz, maktablarda o'rgatiladi. Aynan maktab saqofiy ilm beradi. Shuning uchun maktabda 1-sinfdan 4-sinfgacha hamma zo'r o'qiydi. Nimaga desangiz, chunki mana saqofiylik yo'qda matematika bo'yicha, shu boshida qiziq bo'ladi. 5-sinfga o'tganligidan keyin u takrorlanadi endi. Borganligidan keyin o'sha matematika, lekin shu tagnis, katagnis ildizosni aga bini qo'shish kerak, o'sha yini bir bola qilish kerak, qaraydi bunday bo'ldi, bu bo'yicha tushuncha bor, u sekingina qochadi. Endi misol uchun o'qish ham unga qiziqaman. Nimaga desangiz, chunki unda saqofiylik bor, ya'ni o'sha harflarni qo'shishni biladi, taniydi, raqam taniydi, harf taniydi, bo'ldi. Shuning uchun maktabda 5-sinfda nima uchun tushib ketadi deydigan bo'lsangiz, bo'ldi. Saqofiy takrorlanadi. O'zingiz ham xuddi shunaqa, siz biladigan narsani kimdir gapirsa eshitmaysiz. Misol uchun, hozir sizga farzandingizni hammani oldida urishmang desam, siz buni bilaman, ensangiz qotadi, mana u yana boshladi deysiz. Yoki bo'lmasam sizni farzandingizga ham ba'zi bir ota-onalar bor-da, meni bolamga ota-onani hurmat qilishni o'rgatasizlarmi yoki hurmat qilishni o'rgatinglar. Bolangizga shunday turib o'zingiz ham misol uchun savol bering, ota-onani nima qilish kerak desa, hurmat qilish kerak deb biladi u. Biladi. Aynan bolani ilmga qiziqtirish qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bilgan narsasini ilmini anglattirish, tushuntirishda. Ya'ni chochib analiz qilib, sintez qilib bersangiz, bola keyin ochiladi. Ya'ni saqofiy narsalarni takrorlatmang. Bolani qanchalik saqofiy narsalarga tiqaveradigan bo'lsangiz, ya'ni u bilgan narsasini, qaysidir ma'noda bilgan narsasini yana takrorlanadigan gaplarni, ana uni bilgan narsasini ilmini anglattirmasdan, ilmini tushuntirmasdan turib takrorlanadigan yo'nalishlardan bolalar qochadi. Shuning uchun 8-9-sinfga borib umuman bolalar bug'iladi. Nimani hisobiga deydigan bo'lsangiz, bo'ldi, ularda hamma narsa saqofiy o'zi. Nima desa biologiya ketdik deydi. Nima fizika ketdik. Nima
Ha, bu narsalar ularni chunki aytdimku, ustozlarda ham xuddi shu narsa borda. Ha, ba'zi bir o'quvchilar bor, qiziqadi ular. Ular misol uchun, ular har kuni ana ular bilgan narsasini, ilmini o'rganib boraveradida, ilmi ochilib boraverganligidan keyin ular intilaveradi. Shuning uchun inson farzandini ilmga qiziqtirishlikda, ilmni ketma-ketliklarini to'g'ri tushunib olishlik kerak va siz farzandingizni ilmi saqofiyga beryapsizmi, ilmi holga beryapsizmi, ilmi qolga beryapsizmi? Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishingiz kerak va eng asosiysi, mana shu joyda murojaatim shundan iborat bo'ladiki, farzandingizni ilmi saqofiyni ustiga emas, ilmi qoldi ustiga emas, ilmi holdi ustiga qolganlarini qurasiz. Mana shu narsani ham bilib oling. Endi ilmi qol nima deydigan bo'lsangiz, bu aniq fanlar. Matematika, misol uchun, qo'l bilan ushlab ko'rsatiladigan yo'nalishdagi ilmlar, bular ilmi qol bo'ladi. Qo'l bilan aniq, yurakda o'rgatyapsizmi, yurakda aniq ushlab, mana bu tomir, mana bu aorta, mana bu vena, boshqa deb ko'rsatyapsiz yoki fizik qonunlar, mana bu mana bunaqa qilsang tok chiqadi, mana bunaqa qilsang mana bunaqa bo'ladi degan narsalarni aniq ko'rsata oladigan yo'nalishlar bor-ku. Meditsina, misol uchun, fizika, ximiya, matematika, mana shunaqangi yo'nalish bu ilmi qol bo'ladi. Ilmi hol bu insonni o'zi ya'ni insoniy ilm bo'ladi. Ya'ni o'ziga qaratilgan ilm bo'ladi. Bu ilmi hol bo'ladi. Ilmi hol, ya'ni u kim vazifasi nima, hozirgi vazifasi nima, o'sha ketma-ketliklari bor o'zi buni ham. Turlari bor o'zi buni ham. O'sha narsani ustiga siz ilmi qolni quradigan bo'lsangiz, u ko'tarilib ketadi. Shuning uchun farzandimni ilmga qiziqtirish uchun, ilmga qachon qiziqadi inson? Bilgan narsasini, ilmini to'g'ri anglattirgan, to'g'ri tushuntirgan, ya'ni analiz va sintez qilib bera olsangiz, keyin u narsaga o'rgata olasiz. Shunaqa joy topishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'zingiz shunaqangi salohiyatga ega bo'lishingiz kerak farzandingizga. Bu hammaga bu qaratiladi. Bitta bu o'sha Voqifjon akaga qaratilgan narsa emas, bu hammangizga taalluqli ota-onalar. Assalomu alaykum. Muhammad akadan shunday savol kelibdi. Yaxshimisizlar? Men muammo o'zimdan umuman shu ishni qilaman deb fe'liga chaqirgan hamma ishlarni orqaga surib ketadi. Rejamga tushirsam farzandlarim ham o'zidan men xohlagandek solih farzand bo'ladi deb o'ylayman. Umumiy qilib aytganda judayam dangasalik ko'p menda. Bu farzandlarimga ham ta'sir qiladi. Ha, bo'ldi. Barakalloh. Bitta narsa shu joyda tushunib olingda. Muhammad aka agar mani eshitayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam hurmatli ota-onalarim, manda shunaqa narsa ekan, men o'zim to'g'rilasam yaxshi bo'lib ketar ekan. Tan olish bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Mana qaysidir ma'noda siz faqat tilda tan olganingiz bilan u tilda chiqqan narsani sizni qalbingiz, sizni aqlingiz, sizni tanangiz tasdiqlamasa, u tan olganingiz bir pul. Ko'pchiligimizda bor. Ha, endi men ko'p gapiramanda, bolam ham ko'p gapiradi. Bu tan olgani, endi men kam gapirsam keyin bolam kam gapiradi. Yoki bo'lmasa men kitob o'qimaymanda, bolam ham shu uchun kitob o'qimayapti. Men ham tan olaman, ha. Endi bizda shunaqa bir iflos odatimiz bor-da, endi nima deysizlar endi? Unaqa yo'q, buni tan olish bilan hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni shunchaki tilda tan olgan narsa bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. U Tavbani 4 ta shart. Birinchisi tan olish. Tan olishda ham 3 ta qoida ishlaydi. Sizni tilingizdan chiqqan tavbangizni, ya'ni tan olish birinchisi. O'sha tildan chiqqan narsani qalb, aql, tana uchalasi tasdiqlamasa, u tan olishga kirmaydi. Shuning uchun aksar holatlarda bizni qilgan tavbamiz bo'g'zimizdan nariyoqqa o'tmaydi. Uzru, bo'g'zimizdan nariyoqqa o'tmaydi. O'sha narsani qayta-qayta takrorlayverishimizga sabab shu. Chunki biz qilgan tavbayimiz faqat tilda. Uni qalbimiz ham, uni aqlimiz ham, uni bizni tanamiz ham uchalasi barobar tasdiqlamagan. Barobar tasdiqlasagina keyin u o'tadi. Shuning uchun hozir men bu joyda ham mana bunaqa degan narsalar bilan, balandparvoz gaplar bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Dinor opadan shunaqa savol kelibdi. Assalomu alaykum. O'g'lim 15 yoshda, lekin odamlarga qo'shilib ketolmaydi. O'zini tortib turadi, kirishimli emas, o'ziga bir aniq kasbni tanlay olmaydi, aniq maqsad qo'ya olmaydi. Shunga qanday yo'nalish turtki berish kerak degan savol bo'pti. Bitta narsa, bizni farzandlarimizgacha bu holat o'zidan o'zi shunaqa bo'lmaydi. Siz har doim sizni farzandingizda biror bir muammo nimadir chiqdimi, u siz ildizga qaytishingiz kerak. Ildizga qaytishingiz kerak. U tug'iliboq shunaqamidi? Misol uchun 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshda ham shunaqamidi? Yo qachondan to'satdan bo'lib qoldimi? Bu narsalar. Ya'ni qo'shilib keta olmasligi, boshqa narsasi. Siz bolangizni qachon o'zi qo'shishga harakat qilganmisiz? Qachondan qo'shishga harakat qilgansiz? Qachon bolangizni o'sha ana biror joyga chiqaman degan paytida yo'q chiqma deganmisiz? Bo'ldi. Siz qachon bola o'zi qaror qabul qila olmaydi, mustaqil o'zi kasb tanlay olmaydi, siz bunga shu paytgacha tanlovni bermaganligingizni alomati shunda. Sizni bolangizga shu paytgacha siz tanlovni bermaganligingiz uchun bola tanlay olmaydi. Даже aytib, bu xato, bu to'g'ri, bu yaxshi, bu yomon. Siz bu uchun hamma qarorni qabul qilib bergansiz. Issiq, sovuq,
achchiq shirin, yaxshi yomon hamma narsani to'liq o'zingizga o'tkazib yuborganingiz hisobi. Ha, men bu bilan to'liq u xohlagan narsa u yoq bu yoq demoqchi emasman. Ha, o'rnida o'ziga bermagansiz. O'zini fikri, o'zini nimasi o'shani hisobiga bo'ladi. Bola qachonki o'zi kasb tanlay olmayaptimi, o'zi qaysidir ma'noda kimgadir qo'shil maqsad qo'ya olmayaptimi, bilingki mana shu narsa bo'ladi. Ya'ni siz u uchun shu paytgacha maqsad qo'yib bergansiz. Siz uchun shu paytgacha ajratib bergansiz. Siz plyus minus qilib bergansiz. Bo'ldi, bolada endi nimani kutyapsiz? Mustaqil fikrlashlik degan narsa endi unda o'chadi. Bo'ldi. Hamma narsaga siz o'zingizda qaysidir ma'noda bu ham mas'uliyatga borib taqaladi-da. Bu ham mas'uliyatga borib taqaladi. Shuning uchun bu narsaga ham sal e'tiborli bo'lasiz, Dinur opa. Ha, buni to'g'irlash imkoni bormi? Bor. Buni o'zingizdan boshlaysiz. Har doim hamma ota-onalarga aytaman, bir xil qilib aytaman. Men bu joyda ajratib boshqa narsa qilmayman. Hammaga bir xil aytyapman. O'zingizdan boshlaysiz. Ha, to'liq keyin u уже unda aks etishni boshlaydi. Sayfiddinov akadan keyin assalomu alaykum. Men o'g'lim 10 yoshda. Men bu o'g'limni o'z fikriga ega, har yerda o'zini kallasi bilan ish yurita oladigan, o'ziga ishongan, barchasini qilib tarbiyalamoqchiman. Maslahat bering. Oldindan rahmat. Maslahatim mana shu kursda o'qib chiqing, xudo xolasa. Siz uchun biz juda arzon ko'rinishda beryapmiz. Onlayndagilarga ham, offlayn ham juda arzon ko'rinishda beryapmiz. Buni xohlang reklama deb biling, xohlang boshqa narsa deb biling, lekin men sizga hozir ikkita gap bilan mana bunaqa qilsangiz mard bo'lib ketadi, mana bunaqa qilsangiz jasur bo'lib ketadi, mana bunaqa qilsangiz o'zini kallasi bilan ish yuritadi, mana bunaqa qilsangiz o'zini fikriga ega bo'ladi, mana bunaqa deb balandparvoz gap gapirganimda gapiradigan bo'lsa, shunaqangi gap bo'lganda biz qaysidir ma'noda millatni bir o'laroq go'zal qilib yuborgan bo'lardik. Ya'ni shuncha ustozlar shunaqa qilib yuborgan bo'lardi, ikki og'iz gap bilan bo'lganda. Bu katta tema. Misol uchun fikr nima o'zi, unga qanday ega bo'linadi, misol uchun o'g'il bolani o'ziga yarasha sifatlari, o'ziga yarasha vazifalari, ularni ketma-ketligi, qanday nimaga e'tibor berishligi, bular to'g'risida ham aynan mana shu ilmlarga ega bo'la olishingiz kerak. Shabnam opadan kelgan savol. Assalomu alaykum. Meni ham o'g'il bola tarbiyasi haqida chuqurroq yondashish, bolani qaysi yoshida tarbiya, nimalarga e'tiborni ko'proq qaratish kerakligini, keyin bolani tez g'azablanib ketishini sabablari haqida uning fikrini boshqalarga o'tirishini istashlarini, foydasi va zararlari haqida to'xtalib o'tishlarini so'rayman debdilar. Xo'p, farzandingizni qaysidir ma'noda o'g'il bola tarbiyasida farzandingiz necha yoshligi avvalo muhim bo'ladi. O'g'il bola tarbiyasida qadrdonlarim o'ziga yarasha sizni foizingiz bor-da. Misol uchun onani shuncha o'rni bor, otaniki mana buncha o'rni bor. O'sha narsani bilib olishligingiz kerakda. Misol uchun bola tug'ilganligida 95% onani zimmasida bo'ladi, 5% ota mas'ul bo'ladi. Mas'ul deyilganligida qaysi ma'noda? Ya'ni 5% ota to'liq vaqt ajratish kerak. 95% ona vaqt ajratiladi bolaga. Bu narsa keyin sekin ko'tarilib keladida, bu 14-15 yoshiga yetganligida bu foiz 50-50 tushib qoladi. Bola 14 yoshiga yetgan paytida 50-50 to'liq o'tadi. Ya'ni 50% onaga, 50% otaga o'tadi. Keyin bu narsa 40% dan 60% ga o'tib qoladi. O'sha 60% rolga o'tishligi kerak bo'ladi, misol uchun-da. Endi tarbiyani qaysi paytdan e'tibor berish kerak? O'sha ustozlar aytganligidek ona qornidan boshlanadi albatta tarbiya. Va bu tarbiya misol uchun u beshikdan boshlab to qabrgacha davom etadigan narsa. Davom ettiraverasizlar buni. O'zini fikrini boshqalarga yetkaza olishligi, g'azabni boshqarishligi, g'azab boshqara olmasligi, siz o'zingizning g'azabingizga qarang-da, siz o'zingiz boshqara oladigan odammisiz yoki o'zingiz boshqara olmaydigan bo'lsangiz, bola ham boshqara olmaydi. Bu bizdan bo'ladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan xuddi mana shu narsa bo'ladi. Hech qachon unutmangda. Mana it otasiga qarab, onasiga qarab vovullashni o'rganadi. Bunday qarasangiz, mana Simbada ham shunaqa-ku, otasiga qarab nara tortishni o'rganadi. Mana shu Simbadagi nara tortishi bu emotsiyani ko'rsatishi. Aynan mana shu joy multfilmini topib, mana shu kanalga joylashtirib qo'yaman. Adminlarimizdan iltimos qilaman shu joyda. Va bu shu nara tortishni otasiga qarab o'rganadi, ya'ni. Xuddi sizda ham bola ham xuddi shunaqa. Shu sizni qanaqa emotsiyangiz bo'lsa, xuddi shu narsani ko'rsatib beradi. Bola bu sizga o'sha emotsional holatda to'liq bu oyna bo'ladi. Shu g'azab ham xuddi shu narsada.
O'g'lim bilan o'rtalarimizda shu sabablardan kelishmovchiliklar chiqyapti. Farzandim 9 yoshida, o'g'il-bola tarbiyasi qiyin masala. Bo'ldi, bola уже eng pikiga chiqib kelyapti to'g'risi. 9 yosh bo'ladigan 9, 10, 11 o'sha pikiga chiqib kelyapti-da. Mehnatsevar, bilimli bo'lishimni o'g'lim xohlamayapti debdi. Shu narsada siz xohlayapsiz chunki bola shuning uchun xohlamayapti. Ya'ni sizni xohishingizga ular yurmaydi. Ya'ni siz o'zingizni ehtiyojingizga qarab yurg'izmoqchi bo'lyapsiz. Shuning uchun bola yurmaydi. Qaysidir ma'noda siz bolani xohishlariga, ehtiyojlariga qo'pol qilib aytganda tupurib qo'yganingiz uchun. Assalomu alaykum, deb Ne'matov debdilar. Meni ham 2 o'g'lim bor. Biri 19 yoshda, kichigi 15 yoshda. Tarbiyasi yaxshi, alhamdulillah. Zo'r-ku, lekin men farzandlarim sizday bilimga chanqoq bo'lishlarini xohlayman. Bu sizni xohishingiz. Katta o'g'lim o'qiydi iqtisodda, kichik maktabda. Men shuncha qiziqtiruvdim, borimni ayamadi, harakat qildim, lekin ilmga sustroq. Yana nima qilishim kerak? Bular mas'uliyatli, bilimli, vaqtni bog'i bog'liq qo'yilmaganini tushuntirish uchun deb. Xo'p, sizda o'zi muammo yo'q ekan-ku. Ko'proq ustozlarni ziyorat qiling, ustozlar bilan ziyorat qiling, maslahatim. Farzandlarim serzarda, qo'pol, mas'uliyatsiz gadjetga bog'lanib qolgan, Nargiz opa. Bu eng katta muammolarimizdan biri-yu. O'sha serzardalik aytdim-ku, muammo bu qaysidir ma'noda siz o'zingizni turmush o'rtog'ingizga bo'lgan munosabatingizni, qarindoshlaringizga bo'lgan qaynona-qaynotangizga bo'lgan munosabati, farzandlaringizni biror bir xato ish qilib qo'ygan paytidagi munosabat, ya'ni o'sha paytda sizni emotsiyangizga bir nazar soling. Sizda o'sha serzardaligi sizda bor, turmush o'rtog'ingizda bor. U qayerdandir ko'rgan, o'shaning uchun u shunaqa. Aynan serzardalikni sizga nisbatan qilayotgan bo'lsa, sizga kimlardir shunaqangi qilgan bo'lsa, ana bo'lib ham misol uchun turmush o'rtog'ingiz sizga shunaqangi munosabatda bo'lgan, qo'pol munosabatda bo'lsa, farzandlarimizda ham mana shu narsa kuzatiladi qaysidir ma'noda. Ular bu ojizlik, zaiflik deb bilmaydida. Shu narsa shunga kerak ekan, shunaqa qilmasam bo'lmas ekan degan narsa shakllanadi. Ya'ni shunaqa qilsam bu o'zini bosib olar ekan, shunaqa qilsam aytganini qilar ekan. Siz misol uchun eringiz qo'pollik qilgan, siz aytganini qilgan bo'lishingiz mumkin. Qo'pollik qilgan, misol uchun yig'lagan bo'lishingiz mumkin. Qo'pollik qilgan paytda o'sha munosabatlar ana qush mana shu yerda yana bitta narsaki, uyasida shunga qarab munosabatda bo'ladi. Gadjetga bog'lanib qolishligi atrofida yetarli, unda muqobil narsa bo'lmaganligi uchun gadjetlarga bog'lanadi. Ko'pchilikda, juda ham ko'pchilikda shu savol bor. Farzandim telefonga o'tirib qolgan yoki bo'lmasam turmush o'rtog'im telefonga o'tirib qolgan, menga vaqt ajratmayapti deydi. U bitta farzandingiz emas, turmush o'rtog'ingiz ham daj. Hozir momentda shunaqa bo'lib qoldida. Nimaga deydigan bo'lsangiz, men aytyapmanki, telefon bo'lsin, bir bog' bo'lsin, bir tog' bo'lsin, bir mashina bo'lsin, bir uy bo'lsin, siz o'sha joydan qaysidir ma'noda azart, maza olishingiz kerak. Agar siz o'sha joydan yetarli mazani, yetarlicha emotsiyani ololmasangiz, siz u joyda turmaysiz, u narsadan foydalanmaysiz, u joyga bormaysiz, u odamlar bilan gaplashmaysiz deganman. Gadjetga bog'lanib qolishligi sabab, undan muqobil variant yo'q u uyda. Uni atrofida yo'q. Agar unda muqobil variant bo'ladigan bo'lsa, u albatta telefonni chekkaga surib qo'yadi. O'zingizda ham shunaqayu. Misol uchun uzoq yillar davomida ko'rmagan, qaysidir ma'noda uzoq yil emas, siz uchun bir qadrli odamni oldiga borib qolsangiz, siz borib telefon o'ynab o'tirmaysizda. Shu 5 minut bo'lsa ham shundan foydalanib qolay, shuni ko'rib olay, shu bilan gaplashib olay degan bir yo'nalishda shunga tik qarab o'tirasiz. Telefoningizni bir chekkaga ham yig'ishtirib qo'yasiz kerak bo'lsa. Xo'p, bolalar o'yinga ko'proq berilgan. Hammamizni dardimiz bir o'xshab ketyapti. Balki muammo o'zimizdadir, bilmadim. Ha, o'zingizda. Yana aytyapman, siz shunchaki tilda tan olmangda, qalb, aql va tana bilan tasdiqlagan holatda shuni o'zgartirishga harakat qilish kerak. Tan oldingizmi, tan olgan narsani, o'sha narsani, misol uchun tavbani 4 ta sharti bor. Birinchisi tan olish. Tan olganda ham aql, qalb, tana bilan bo'lishligi kerak. Ikkinchisi o'sha narsani o'zgartirish uchun shu afsuslanish. Bo'ldi, men shu narsani bee'tibor bo'lgan ekanman, mana shunaqa bo'lgan ekanman deb qaysidir ma'noda afsuslanish bo'ldi. Uchinchisi, qaytmaslikka qaror qabul qilish bo'ldi. Men endi shu ishga qaytmayman, shu ishni men endi takrorlamayman. Endi farzandimga mana bunaqa qilaman, mana bunaqa qilaman deb bo'ldi. Endi siz o'sha narsani to'g'rilashlikka to'liq qaytishingiz. Ha, qaytma, shu qaror qilishligingiz kerakda. Va to'rtinchisi bu qaytmaslikka qaror. Endi qaytmaslik haqiqatan shu qo'yilgan shartga, qo'yilgan o'zi so'zga so'z ustida tura olishlik. Bu to'rtinchi shart hisoblanadi. Assalomu alaykum. O'g'lim 3-sinf darslarni o'zlashtirishga qiynalyapti. Men yonida emasman, uzoqdaman. Yaqinda boraman inshaalloh. Qanday yordam bersam to'g'ri bo'ladi? Birga dars qilib, ishlarni birga yodlab, qiziqtirish, rag'batlantirishni o'ylab turibman. Bo'ldi. Keling, uzoqda bo'lganingizdan keyin qiynaladida albatta. Kelsak, javob o'zingizda turibdi-ku, onajonim.
Xo'p, Ummu Shahzo Shahodat topa ekan. Assalomu alaykum. Bizga ham mas'uliyatsizlik, beparvolik va o'zi bilganimni qilaman masalalar haqida ma'lumotlar, yo'riqlar foydali bo'lardi. Men bu bo'yicha gapirib o'tdim. Mas'uliyatsizlikni tepada gapirib o'tdim. Agar adminlarimiz bu audioni yozib olayotgan bo'lsa, keyin kanalga yana qayta joylab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Siz shuni eshitib olsangiz yaxshi bo'ladi. O'zim bilganimni qilaman masalalari ham aytdim. Bu narsa ham qaysidir ma'noda buni juda yomonlik tarafdorini ko'rmayman. O'zim o'z bilaridan qolmaslikni, endi bu psixik jarayonga borib taqaladi. Bolani psixik jarayoni yaxshi rivojlanganlarda shunaqa narsa bo'ladi endi. Qaysidir ma'noda ushlagan joyini uzib oladiganlar shunaqa bo'ladi aksar holatda. Siz endi qo'sh tirnoq ichida tashlab ketibsiz, endi qo'sh tirnoq ichida buni alohida gaplashadigan gap ekan menimcha. Sevinch Mo'minova, Tolibjon qizi. Farzand tarbiyasida e'tibor beriladigan va qaytib to'g'rilab bo'lmaydigan o'ta muhim masalalar hamda qaysi yoshda qanday muomala qilish yoki qilmaslik to'g'risida gaplashaylik. Yana hozir ota-onalar yo'l qo'yayotgan xatolar kabi eng dolzarb masalalarni topa va yechimlarini topaylik. Iltimos, aynan shu yechimlarga qaratilgan. Shuning uchun bu kursni qilganmizda, Tolibjon qizi. Shuning uchun aynan siz hozir aytayotgan o'ta muhim masala. Qaysi yoshda qanday muomala qilish kerak yoki qilmaslik to'g'risida gaplashamiz. Ota-onalar yo'l qo'yayotgan xatolari kabi mana shu dolzarb masalalar aynan mana shu kursda endi. Bu xohlang buni reklama deb tushuning, xohlang boshqa narsa deb tushuning. Sizni nima to'sqinlik qilyapti bu kursda ishtirok etmasligingizga? Pulim yo'q edi, vaqtim yo'q edi, uzoqlik qilyapti, boshqa qilyapti. Bularni hammasi bahona. Bularni hammasi bahona. O'zingiz uchun yoshlik chiqarib olgan bo'lganingizda o'qirdingiz. To'g'risi o'tgan safargi o'qiganlarimizda men sizga fantastik narsani aytmayman. Tillasini sotib o'qiganlar ham bor. Hozir misol uchun teng bo'lib bu kursimizda tillarni sotadigan darajada ham qilganimiz yo'q. Tillarni sotadigan darajada ham qilganimiz yo'q. Agar xohish bo'ladigan bo'lsa, istak bo'ladigan bo'lsa chiqadi. Bo'ladi-yu, misol uchun bir siz xohlab turgan narsa bo'lsa, hamma qarshi chiqsa ham, butun dunyo qarshi chiqib tursa ham, agar siz xohlaydigan bo'lsa, bo'ldirib yuborasiz shu narsani. Meni bolalarim hali kichkina va xatoga yo'l qo'yishni xohlamayman. Amma yosh onaman, 22 yosh, 2 yosh, 2 yosh farzandlari, 2 yosh va 2 oylik farzandlarim bor. Nimadan boshlashni bilmayapman. Shu kursda o'qib oling, xudo xohlasa nimadan boshlashni bilib ketasiz, xudo xohlasa. Va ko'pchilikni ensasi qotyapti уже menimcha. Bu уже boshladi. U yoq, bu yoq. Endi men nima ham deyin endi. Hozir men noldan tushuntirsam buni 2 oylik narsaga sizlar chidab o'tira olasizlarmi? O'zlari ham chidamay chiqib ketadi hozir gapirsam. Hilola Sultonova, assalomu alaykum. Xabarlarni eng boshidan o'qib keldim. Hamma deyarli bir xil momo ekan. Bir yetti, 4 kichik chaqaloq, faqat farzandlarim ikkita ham. Negadir menda o'ta bog'lanib qolgan. Mensiz uxlamaydi, yonimda o'tirib ovqatlanadi. Qayerga borsam birga boradi. Xullas, men yo'q bo'lsam o'ta xafa, xijolat bo'lib izlayveradi. Bu balki oddiy holatdir. To'g'ri tushunmayapman. Singlisi bilan urushadi, talashadi. Ikkalasi ham bir-birini ayamay urib tashlaydi. Murosa qilisha olmaydi. Nima deyishni nima bilmayman. Farzandlarimga e'tiborsiz ham emasman. Har kuni quchoqlab, o'pib, erkalab turaman. Bitta narsada Hilol opa, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, agar eshitmayotgan bo'lsangiz, qolganlarga bir o'rnak bo'lib qolsin. Farzandlarim aytyapsiz, ketma-ket ekan. Bir-birini ayamasdan uradi deyapsiz. Ko'ryapsiz-ku, mana siz bittasini ushlagan paytingizda, kattasini ushlagan paytingizda kichigi aynan o'shani o'rnida men bo'lishim mumkin edi deb turib, uni bilasizmi? Qanchalar u opasini yoki singlisini yomon ko'rishini tasavvur qilavering-da endi. Misol uchun siz ikkalasini quchoqlaganingizda ham men o'sha yarmida turibman. Agar shu iflos bo'lmaganda edi, men butun turardim degan narsa turadi unda. Ham men bunga ham menga bunga man aytib, bu paytda egosentrizm eng pikiga chiqqan payt biling 3 yosh bo'ladi farzand. 3 yoshdan to 10 yoshgacha bola maksimal darajada egoizm bo'ladi. Hamma narsa meniki bo'ladi. Ona meniki, ota meniki, oy meniki, uy meniki, mashina meniki, ha? Bunday o'zi bolalar bo'ladi-yu. Uyingizdagi choynaklarni ham bo'lib oladi. Mana bu choynak meniki, mana bu chashka meniki, piyola meniki, kosa meniki, qoshiq meniki, hamma meniki, 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 meniki qilib oladi ular. Tasavvur qilavering-da endi bittasiga tahdid qilsin qani, buzib yuboradi. Chunki unda meniki degan narsa shakllanyapti. Shuning uchun man sizni e'tiborsizlikda aylamayapman. Siz bu joyda emotsional nazoratni to'g'ri qo'ya olmayapsiz, taqsimlay olmayapsiz. Siz xato taqsimlab qo'yapsiz ham demoqchi emasman. Faqat o'sha narsani taqsimini to'g'ri yo'nalishda qo'ya olishingiz kerakda. Bir xil farzandga mana bunaqa, bir xil farzandga mana bu. Hammaga bir xil o'roq o'tmaydi. Hammaga bir
bir xil o'rab o'tmaydi, hurmatli ota-ona. To'g'ri tushunib olish shu narsani. Hammaga bir xil munosabatda bo'lishlik bu yemaydi. Bir xil farzandga sal mundayroq gapirasiz. Bir xil farzandga mana bunaqa gapirasiz. Usuli bor-da endi. Mana o'quvchilarga ham xuddi hammani ta'bi bir xil emas-u. O'sha farzandingizga misol uchun bo'yi, misol uchun to'g'ri egizak bo'lsa ham farqi bor baribir. Shu bo'yida, vesida, ko'zini katta kichikligida, kiprigini uzun kaltaligida, sochini rangida nimasidadir bor. Hech qachon bir xillik bo'lmaydi. Farida Shoir Hoji qizidan assalomu alaykum. O'g'lim 16 yoshda, 3 oy kankulda litsey mangadan beri bergan deb 3 oy kompyuter, telefon o'ynab yotdi. Ko'ziga ochki taqqan sani 1,5 soatdan ko'p kompyuter mumkin emas desam ham parvo qilmadi. O'qish boshlandi, ammo o'sha ahvol kompyuter, telefon qo'ldan tushmaydi. Gap kor qilmaydi. Farida opa endi 16 yosh ekan, teng bo'li 3 oy gulda endi bu 3 oyda bitta narsani ustida 90 kun shug'ullanishlik u odat degani. Odat insonga qachon shakllanadi? 90 kunda shakllanadi. Bo'ldi, unga odat bo'lib qoldi ush. Bitta narsada bola yomon illatdami, yaxshi illatdami, nima bo'lishidan qat'iy nazar 90 kun turib oldimi, bo'ldi, u narsa o'sha patologik kasallik bo'ladi endi. Inson chakkan paytida ham 90 kun chakib oldimi, bola yoki bo'lmasam o'sha tamaki yoki bu narsa bilan shug'ullanib bo'ldimi, u bo'ldi, o'sha patologik kasallikka ko'chadi endi. Shuning uchun bu narsaga o'ta jiddiy e'tibor berishingiz kerak bo'ladi endi. O'g'lim 17 yosh, ko'p yoshlar hozir chet mamlakatlarda o'qishni xohlashadi. O'g'lim ham otasi rozi. Men avval o'zimdan o'qishni, keyinchalik juda o'zimizda o'qishni, keyinchalik juda xohlasang boshqa yurtlarda o'qisang deyapman. Maslahat bersangizlar. O'qisin, nima bo'pti? Просто shunchaki farzandingizni yo'nalishini to'g'irlab qo'yasiz. Bo'ldi. Momo yo'g'ida. Eng oxirida 17 yosh ekanga to'g'ri ustoz topib bersangiz, momo yo'q, xudo xolasa kimgadir biriktirib qo'ysangiz yaxshi ustozga. Avvalo o'zingiz yaxshi ustoz bo'lsangiz bo'ldi. Nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerakligi, mana bemalol boshqa davlatga borib o'qishligi hech qanaqangi monelik qilmaslik kerak. Hech qanaqa. Egalik qilish, ana shu joyda ham sizni xohishingiz borda, hozir bolani xohishiga qaysidir ma'noda qarshi chiqmoqchisiz-da. Siz to'g'ri shu narsalarda, shu masalalarni to'g'ri yetkaza olsak, menimcha bizda va atrofdagilarda muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Xo'p, qadrli ota-onalar, mana shu joygacha savollarimiz tugatsak ham bo'lar savollar. Biz davom ettiramiz desak ancha ekan. Уже 47 daqiqa gapiribmiz. Ovozimiz yaxshimi o'zi? Ovozimizni yaxshi deb ko'rsatishyapti, lekin kimlardir farzandlarimiz solish darsi haqida dars farzandim dars qilish kelmaydi. Qisqa chatlardagina o'qib she'r yoki biror narsa yodlashishga tog'dan oshib tushib degan gap, o'zining fikri yo'q, do'stlari nima desa shuni qo'llayveradi, mustaqil fikri yo'q. Farzandingiz necha yosh? Muslimaxon Odilova, farzandingiz yoshi muhim, biror narsani yodlash degan paytida kimlardir bitta narsa badiiy yo'nalishda yaxshi bo'ladi, kimdir tabiiy Ana boya aytdimmi, kimdir ilmi holda yaxshi, kimdir ilmi qolda yaxshi bo'ladi, kimdir saqofiyda nagruzka olgan bo'ladi. O'sha narsalarni bilib olib, keyin tashxis qo'ysak bo'ladi. YouTube silkasini bera olasizmi? Berib qo'yishadi. Faqat Telegramda qilinmoqda deb javob beribdi. Savol: bolani qaytarsak bo'ladimi? Katta yoshda asabiy bo'lib qolgan. Bolani qaytarsak bo'ladimi? Katta yoshda asabiy bo'lib qolgan. O'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Nimadir bor bu yerda. Men bu joyda ovoz chiqmayapti deganlar ham bor ekan. Ovoz uzilib qolyapti. Meni ovozim nega kimlardir yaxshi deyapti. Xo'p, kurs narxi qancha? Kurs narxi qancha? Ma'lumot berib yuboring, deyapti. Kurs narxini xudo xolasa adminlarimiz yana ham yozib chiqadi, kursga qiziqayotganlar. Xo'p, kurs narxi offlaynda ishtirok etadiganlar uchun 1,900,000 so'm. Offlaynda ishtirok etadiganlarga. Ya'ni umumiy kurs, ya'ni bu kurs 2,5-3 oylik kurs sizga teli 1,900,000 ga beriladi. Undan oldingilar bu narxda o'qimagan, qaysidir ma'noda hozir mana shu yo'nalishda ko'proq odamlar foydalanib olsin ma'nosida berib ketyapmiz. Bir xillar chiqibdi, nima qilayotgan bo'lsang, o'sha narsani tekinga bersang bo'lmaydimi, boshqa qilsang bo'lmaydimi? U tomonlarini ham kimlardir gapirib chiqibdi. Qadrdonlarim, bitta narsada arzon bo'lsa oluvchidan, qimmat bo'lsa sotuvchidan insof ketadi. Shuning uchun agar 1000 tekin qilib qo'ysak ham o'qimaydi. Qildik ham, o'tgan safar qildik. 100 tami nechtadir yo'q bo'lmadi. Shuning uchun
Bunaqangi falsafiy gaplar kerak emas. Misol uchun siz doktorga borsangiz, shuni tekinga davolasang bo'lmaydimi degan narsani qilmaysiz-u. Dori kerakmi, sog'liq kerakmi, davolanyapsiz-u. Qaysidir ma'noda sarmoya, investitsiya ajratishingiz kerak-u. Shuning uchun bu yerda ham qaysidir ma'noda ustozlarni, boshqa narsalarni o'ziga yarasha bir katta nimanidir ajratib yuboryapmiz degan nimam yo'q. Onlayn ishtirok etmoqchi bo'lganlar uchun 1,5 million so'm belgilaganmiz kurs narxini. Hozir bitta narsa 500 ming qilsak ham qimmat bu kimlar uchundir. Shunaqa 500 ming ham qilib ko'rdik, baribir qimmat. Tekin qilsangiz, yana umuman vaqtda ishlashadi. Shuning uchun bezizga gap yo'qda. Qimmat bo'lsa sotuvchidan, arzon bo'lsa oluvchidan insof ketadi degani shu bo'lyapti hozir. Hurmatli ota-ona, mana shu uchun ma'lumotimiz shu bo'ladiki, shu. Assalomu alaykum. 10 yoshli o'g'lim juda ham inja, sodda, kattalarni hurmat qilmaydi, gap qaytarib qo'yadi. Nima qilib to'g'rilasa bo'ladi? Eee, Ayb ko'rgandek endi, hurmat qilmayotgan bo'lsa, sizda bordir bu narsa, turmush o'rtog'ingizda bor, qaynonangizda bor, qaynotangizda bordir. Bola kimdandir oladi bu o'zidan kattalarni hurmat, ana o'zidan kattalardan munosabat oladida. Assalomu alaykum. Bolalarimiz o'qisin deb o'zimiz ilm olishdan to'xtab turishimizga qanday maslahat berasiz? Bolalarimiz o'qisin deb o'zimiz ilm olishdan to'xtab turishimizga qanday maslahat berasiz? Bitta narsada uzru grubim misol bo'lsa ham mana shu savolga bolalarimiz o'qisin deb o'zimiz ilm olishdan to'xtashimizga qanday maslahat berasiz? Onani yegani bolaga sut bo'ladi-da. Shuni to'g'ri tushunib oling-da. Onani yegani bolaga sut bo'ladi. Ya'ni siz yesangiz, siz olsangiz, keyin bolaga ilm bo'ladi-da. Ana nima haqida gapiryapmiz biz? Shuning uchun avval o'zingiz yeng, keyin o'z-o'zidan bola alhamdulillah o'tadi bolaga bu narsa. Ko'pchiligimizda borda, men bolamni o'qityapman, men o'qimayman, men bunaqa qilyapman, men izlanmayman, boshqa qilmayman. O'sha maqol yodingizda tursin. Maftun opa, shu juda salbiy qarayman bu narsaga. To'xtamasligingiz kerak. Bola bu katta loyiha, bu investitsiyani ham, ilmni ham, hamma narsasini asosini o'shanga qaratishimiz kerak. Asosiy urg'uni o'shanga qaratishimiz kerak, hurmatli ota-ona. Nimaga biz yengil qaraymiz bu narsaga? Biznes ochsak, boshqa narsa qilsak juda ipidan sirigacha, miridan sirigacha deganlarda hammasini o'rganib chiqamiz. Nimaga bu narsaga bee'tibor qaraymiz? Bola shu darajada nima deydi, bizga bir buyumday qaraymiz. Uzr-u bolaga, narsa buyumday qaraymiz. Shuning uchun xohlasak bu tomonga o'zgartirmoqchi bo'lamiz, xohlasak bu tomonga o'zgartirmoqchi bo'lamiz. Bu temada Xudo xohlasa sizlarga bir kattaroq audio dars ham tashlab balkim ko'raman yoki bo'lmasam buni asosiy kanalga o'tib beraman. Xo'p, meni bolam 3 yoshda, hozir hamma sharoitni qilib beryapmiz. Nima desa hammasini olib berib, qilib beryapman. Kitobgacha hozirgacha hamma narsa qilib, lekin o'g'lim har doim meni suyanchiqim bo'lishni xohlayman. Qanday qilib men jasur, mehnatsevar qilib, aqlli qilib tarbiyalashim kerak, ko'proq tarbiyada nimalarga e'tibor berishim kerak. Insonni hamma ehtiyojini qondiraman deb o'ylamang. Farzandimga hozir hamma sharoitni qilib beryapman. Bilingki, siz shuncha sharoit qilib berayotgan paytingizda unda shuncha muammo kelib, ya'ni shuncha katta ehtiyoj kelib chiqaveradi. Bolani hamma ehtiyojlarini qondirishlik bolani maksimum mayib qiladi bu. Aksincha, qadrddonim, buni g'ururlanib gapiradigan narsa emas. Bolani umuman harakatdan to'xtatadigan narsa, uni hamma narsasini to'liq ta'minlab berishligimizda. Salgina, misol uchun, bir haftada ochlik e'lon qiling, xolodilnigingiz bo'sh qolsin ba'zan. Ba'zida misol uchun daftari tanqis bo'lsin. Ba'zida bunday ham bo'lib yashashimiz kerak. Balans bu. Har doim plyusdan iborat qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bola mayib bo'ladi. O'ziga yarasha minuslar bilan bo'lishi kerak. Qarang, bolani qorni to'q, usti biror bir narsaga umuman ehtiyoj bo'lmasa, u qanday qilib u jasur bo'lishi kerak? Qanday qilib u? Yo'q. Bo'ldi, sizni abadiy ta'minlab beradigan, sizni qaysidir ma'noda asosiy sigir qilib oladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak bu masalada. Assalomu alaykum. 12 bir yosh bolaning nima ehtiyoji bo'lsa ortig'i bilan qilib berishadi. Erkalanib ketishdan qo'rqaman. Albatta, ortig'i bilan demang deyapman. Mana shu joyda yana aytaman. Siz farzandingizga magazinga boringda nimanidir olib berib boshqa qilingda. Yo'q, u undan-da muqobillarini topib keladi u. Bo'ldi, o'sha narsa bilan Avozoxonda gapi bor-u, bizni bolalarimiz uchun parkka borib, hamma narsani olib berib, bir hamma narsaga uchirsak, bu oxirida bishi bittasiga pulim yetmay uchirmay qolsang, bo'ldi otajon rahmat, dunyongizga dunyo bersin, bo'ldi demaydi-da deydi-yu. Bunisiga uchaman deb turaveradi. Xuddi shunaqa narsa bu. Ortiq bilan qondira olmaysiz.
Mana bu erkalanib ketishligidan qo'rqmang. Qo'rqadigan narsa har doim birinchi bo'ladi. Nimadandir qo'rqib tursangiz, o'sha narsa bo'ladi. Shu sinib ketmasa desangiz sinadi-yu, xuddi shunga o'xshab qo'rqdingizmi, demak bu narsa bo'ladigan narsa. O'qishlari yaxshi, lekin men qiyinchilik va yo'qchilikni ham ko'rish kerak deb bilaman. Bunga yo'l qo'yishmaydi. Endi men bunga borib yo'l qo'yib berolmayman-da. Ovoz yo'q, yarim eshitilyapti. Balkim sizda internet yaxshi emasdir. Bizda yaxshi. Qayta kirib chiqing. Assalomu alaykum. Bolalarimiz eslab qolish, ya'ni xotirasini mustahkam bo'lishda nimalarga diqqatli bo'lishimiz kerak? Dilovar opa, zo'r savol beribsiz. Bolani xotirasi mustahkam bo'lishligi uchun bolada ortiqcha fikrlar bo'lmasligi kerak. Kerakli, keraksiz narsalarni joylab tashlamaslik kerak. O'sha narsalardan himoya qilishlik kerak. Hech qanaqangi texnika, hech qanaqangi mnemonika narsalar yo'q. Sirli retsept yo'q bu insonni miyasini. Inson даже qarigandan keyin insonni xotirasi pasayadi. Boshqa shunaqa miflar bor. Umuman bo'lmagan gap. Kitoblarni varaqlaydigan bo'lsangiz, nechta ulug'lar bor. 60 yoshida, 70 yoshida, 50 yoshda qori bo'lgan, Qur'onni yotagan o'sha yoshiga kelib. Bunaqa keyslar juda ham ko'p. Faqat biz qachonki xotira bolada sust bo'ladi yoki bo'lmasa umumiy atrofdagi insonlarning xotirasi pasayadi deydigan bo'lsangiz, insonni fikr qozoni bo'ladi. O'sha qozon keraksiz narsalar bilan to'lib ketadi. Shu ayniqsa misol uchun oilaviy mojarolar ko'p bo'ladigan bolalarga e'tibor bering-da, diqqatsizlik bo'ladi. Xayol parishon yuradi. Boshqacha bo'lib yurishadi. Biling o'sha oilaviy mojaro bor o'sha oilada. Nimaga deydigan bo'lsa, bolada juda fikr qozoni keraksiz narsalar bilan to'lib ketgan. Ya'ni kerakli narsani joylayman desa, joy yo'q. Tasavvur qiling, qo'lingizga bitta kosani ushlang, o'sha fikr kosasi deb bilingda, ichini to'ldirib tashlang. Hamma narsaga, musor bilan, hamma narsa bilan to'ldirib tashlang. Kerak to'ldiring. Endi eng kerakli narsani solaman dengda, qayerga solasiz? Buni iloji yo'q. Avval bo'shatib, keyin joylaysiz. Ovoz nimaga yaxshi emas debdi. Menda yaxshi emas, bilmadim. Ovozi eshitilmayapti, ovoz yo'q. Eng yaxshi joylarida eshita olmadim. 2:0 ota-onalar kursi qachon boshlanadi? 1:0 da ocholmay turibmiz, 2:0 da bilmay turibman hozircha. Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin, debdilar. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar, hurmatli ota-onalar. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz qaysidir ma'noda xizmatchimiz, biz qaysidir ma'noda yetkazuvchimiz. Ustozlikka da'vo qilish niyatimiz yo'q. Bu ko'pchilikda bor, bu kim ekan, boshqa ekan, biz hech kim, qaysidir ustozlardan olgan narsamizni sizga moslab, chiroyli qilib yetkazishga harakat qilyapmiz. Yetkazuvchi biz. Kursda ishtirok etmoqchi bo'lganlar, kurs narxi 1,900,000 so'm, yana qaytaraman. Offlaynda ishtirok etmoqchi bo'lganlarga, onlaynda ishtirok etadiganlar uchun esa 1,5 million so'm etib belgilaganmiz. Agar hozir menimcha 50 ga yaqin bo'ldik. 20 ta joyimiz qoldi. 70 ta odam qabul qilamiz deganmiz. Bugun soat 23:59 gacha adminimizni mana bu yerda nimasi qolgan, linki turibdi adminimizni. 23:59 gacha o'zingizni joyingizni 100,000, 200,000 so'm bilan band qiladigan bo'lsangiz, onlayndagilar uchun 1,5 million so'm emas, mayli. O'sha narsani 1,200,000 so'm qilib beramiz. 1,200,000 so'm qilib beramiz. Soat 23:59 gacha qilganlar bo'ldi. Bugun yopiladi bu narsa. Keyin yana agar keyin ishtirok etaman desangiz 1,5. Bu faqat va faqat onlayndagilar uchun. Onlayn ishtirok etaman deganlarga hozir 23:59 gacha qilganlarga mana shu imkoniyatni beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchab qolmanglar. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlar qismida qoldiradigan bo'lsangiz, qo'ldan kelgancha javob berib o'tishga harakat qilamiz. Bizni kuzatganlarga tashakkur. Nasib bo'lsa biz hali yana davom etamiz. Kurslarda sizni ko'rsak, biz umumiy ustozimiz ham xudo xohlasa Muhammadilla Eshonqulov ustoz bu bosh va qosh bu kursga o'zlari nazoratlari ostida. Albatta ustozimiz ham nasib bo'lsa sizlarga o'z ilmlarini bahramand qiladi, yetkazadi, sizlar bilan dars o'tadi. Biz yetkazayotgan darslarimizni deyarli 100% ustozimizga qarashlar hammasi nasib bo'lsa, biz o'sha narsada yetkazuvchi, elchi bo'lib beramiz sizlarga. Alloh salomat qilsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchab qolmanglar. Hammaga rahmat. Omonlikda, yaxshilikda ko'rishaylik. Biz hali davom etamiz yana. Assalomu alaykum.